qizib ketaveradi. Anitki naborot kamroq bo'ladi. Razbalansirovka bo'ladi. O'shaning uchun sizlar bu kollektorlarni faqat qachon qo'ya olasizlar? Qachonki sizlarda privetli qo'yilmagan bo'lsa. Qachonki sirkulyatsionni nasosingiz bitta skorost ishlasa, xuddi UPS ga 3 skorostga qo'ydinglar, faqat shu rasxod bo'ladi, faqat shu o'chib yonsa ham faqat nasos o'chib yonadi. Skorost o'zgaradi. O'sha paytda bitta balansirovka qilasizlar, havolarni chiqarib, o'sha balansirovka emas, просто расходlarni belgilab balans qilib siqib chiqasizlar, xuddi oldin radiatorlarni kranni siqqanda, bu yerdan xuddi shu siqib qo'ydinglar, bo'ldi. O'shanda ideal ishlaydi. Qolgan payt agarda bitta termogolovkani qo'yib, tap-tapda o'chirib yopish boshlandimi, bo'ldi. Razbalansirovka ketdi. Razbalansirovka ketdi. Tushundingizmi farqi? Endi Kalefi biz oldin hammasini olib kelardik. Hozir faqat mana buni olib kelyapmiz. Nima uchun? Hozir Andrey qo'liga oldi, kollektorni kimga deb? Kimda? Mana ko'rayotganingizdek, mana bu yerda 0 dan 10 gacha bo'lgan shkalasi bor. Bu degani 10 xil har xil rasxodni belgilashingiz mumkin. 10 xil har xil rasxodni belgilashingiz mumkin. Bundan tashqari bunda mana bunaqa termometrlari bor. Jidkokristallichskiy termometrlari bor. Necha gradus ko'rsatyapti? Ko'proq ko'kintir yashil bo'lgan anaqani ko'rsatadi. 26,5 gradus примерно hozir. Mana hozir 26,5 ko'rsatadi. Buni podachaga va apparatga yopishtirib qo'yasizlar. Bundan tashqari uzr orqasida mana anaqalari bor, qizil anaqalari bor. Xatga ketayotganini belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, dushovoyga, spalniga, spalni 1, spalni 2, sp, родительский deb sekin yozib yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi xatga kontrga. Bu narsalarni ham sizlarning quyilinligi uchun qilib qo'yiladi. Termometr juda ham точный ko'rsatadi. Men o'zim uyimda ham bor. Men buni darsini olganimdan keyin uyimga borib olib, hamma kollektorlarni boshqatdan qarab chiqib, balansirovka qilib o'zim ana qilib qo'yganman. Ancha yaxshi ishladi. Bir xil sanozellarni yaxshi qizdirmasdi, undan ham zo'r qizdirishni boshladim undan keyin. O'zim boshimdan o'tkazganman. Kollektori 13 gacha bor Kalefida. Buni afzallik tomoni sizlar qo'yayotgan mana bu расходомерli kollektorlar bor, necha ekanligini. Uni luchivoy sistemalarga ham ishlatyapsizlarmi radiatorga? Ishlayapti. Shunda shu narsa anaqa shishali joyi yorilib ketdi. Sizlarda yorilmadi? Qo'qonda eshitdim, Namanganda eshitdim, sizlarga kelmadimi? Chunki radiatorning sistemi высокий temperaturni edi, u ko'tarmas ekanda, 60 gradusdan tepasini ko'tarmas ekan. O'sha paytda kimdir burasa sinib, yorilib, mort bo'lib qolar ekanda. Hozir yorilmasa keyinchalik yorilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Agar bitka avtomat qo'yib qo'yib, shunaqa narsa qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, radiatorni sistema qiluvchi bo'ladi. Ertaga yorilsa, bitga yana suv beraveradi, yana suv shallaveradi. Voyda, nima bo'ldi uyim? Basseyn. Yo'q, o'zinglar bilasizlar. Xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun agarda luchivoy sistema radiatorga qiladigan bo'lsanglar, bu ideal variant. Bu necha gradusga ko'taradi? 100 gradusgacha ko'taradi. Shuning uchun buni bemalol qo'rqmasdan qo'ysanglar bo'ladi. 10 bar 100 gradusga ko'taradi. Orasini farqi 50 mm. Bemalol ishlashingiz uchun qulay. 13 gacha bor, lekin biz kelajakda 7 gacha olib kelamiz deb o'ylayapmiz. 7 yoki 8 gacha. Nimaga? Chunki buni Kalefina 7 tali bilan 6 talini olib bir-birini qanaqasiga boshlasanglar ham rezbani bo'rashi. Oxirida kelib mana shunaqasiga bir-biriga mana bunaqasiga keladi. Masalan, unda turdim, bura olib kelsa, oxiri kelib qattiq kelganda chiqtirib keladi. Qanaqasiga boshlaydi? Bunaqasiga boshlasam, bunaqasiga ham farqi yo'q. Qanaqasiga boshladinglarmi? Buni shunaqa sistema qilib qo'ygan. Shuning uchun sizlarni qiynalmaysizlar. Men hozir burasam oxirida endi faraz qilasizlar, kimi qolsa, qishuvroq bo'lib qolsa, qo'lni chiqarib deysizlar, yo'q, unda kalifilni qanaqa boshlasanglar ham birinchi o'tirayotganda shunaqangi hisoblangan. Shuning uchun biz kelajakda o'sha har xil 14 talik kerak bo'lib qoladi, kimgadir 15 talik kerak bo'lib qoladi, 7 bilan 8 bemalol ulab olish uchun mana shunaqa qilmoqchimiz. Hozir lekin hammasi avtomatda bor. Yana buni ajratib turadigan narsasi metrический balansirovочный klapani bor. Balansirovka hozir juda ham dolzarb tanaqa bo'lib qoldi.
Balansirovka nimani hisobidan bo'ladi? Mana ko'ryapsizlar, bu oddiy anaqa emas. Anu stiklanni anaqa ko'rganinglarda, я сказал, 10 dan положение. 10 ta положенияsi bor, 0 dan 10 litrgacha. Anunda 4 litrgacha yo 5 litrgacha beradi stiklanni, to'g'rimi? Bunda уже расход 2 barobar ko'p. Buni ham hisobga olib qo'yasizlar. Katta radiator ila bo'lsa, yonaqa ila bo'lsa, bemalol qo'ya olasiz. Bitta faol. Bundan tashqari, ma'mutini e'tiborga olaylik. Eng kerakli joyimiz o'zi shu. Balansirovka qanaqa qilib bo'ladi? Ana unda faqat yopardinglar, ochardinglar, xuddi kanalda kanaqasi bor. Bunda o'zini konusning manaqa razrezlari bor. Bundan keyingi temamiz balansirovka bo'ladi, unda yanada yaxshiroq tushunasiz. Konusning har bitta anaqamizda nima bo'ladi? Masalan, 5 litrga qo'ydingiz-ku, yarmisiga keldi. Konusimizda ozgina joy ochiq, 3 ta joyida shunaqa bor. O'zlarimda dumaloq bo'lsa, 3 ta joyida shunaqa razrezi bor, kesilmasi. O'sha yerda ozgina ochib, sizda kollektordan oldin перепад давления, nasosis past, baland, har xil bo'lib ishlab, bu yoqda 10 talik bo'ladimi, 12 talik bo'ladimi, xohlagancha ochilib, yopilavermaydimi, farqi yo'q. 5 litrga qo'ydingizmi, 5 litr o'tkazadi. Tushundinglarmi? Ha? Balansirovkalik bu o'sha. Bitta balansirovka qilib qo'ydim. Haqiqiy balansirovka, to'ppa-to'g'ri. Mana o'sha tushunganingiz, balansirovchining qapimiz nechta turadi, aka? Qimmat turadi-da, 3-4 yillari ham 30-40 dollar turadi, eng arzoni, atak undan ko'p turadi. Ha, shuning uchun bu narsa kollektor o'zi sal qimmatroq, nimani hisobiga bilib qo'yinglar, balansirovkasi bor. Agarda sizlarda sistema отопленияda комнатный термостатlar qo'yib, тепловический приводlarni ishlataman desanglar, частотный насос qo'yish shart. Частотный nasosni qaysi rejimga tanlaymiz? Avtoning ham 3 xili bor. Mana bunaqa chiziqligi bor, mana bunaqaligi bor. Qaysi biriga qo'yamiz? Cho'qli bo'lmasa? Ismingiz nima aka? Siz ham ishlab Farruh aka. Bravo. To'ppa-to'g'ri. Nimaga unaqa qilib qo'yamiz aka? Bunisi bundan chiqarib bo'lsa, oddiy nima bo'ladi? Bizda cho'qli polda nima ko'p? Qarshilik ko'p. Qarshiligimizni постоянный 10 talik bo'lsa, 2 talik bo'lsa, hammasida 60 metrdan turib o'zi bir xil deyarli qarshiligi bor. Qarshilik deyarli o'zgarmayapti. Shuning uchun biz bitta qarshilikni постоянный qarshiligiga qarab, bitta qarshiligiga dolzarb aniq bardosh beradigan sistemani yaratishimiz kerak deb bilasan. Lekin bizda nima bo'lyapti? 10 talik kollektor bo'lsa, 5 tasi yopilyapti, ob'yom o'zgaryapti. Ob'yomimiz 1 kubi bo'lib qolishi mumkin, yarim kubi bo'lib qolishi mumkin, bunaqa bo'lib qolishi mumkin, lekin qarshiligimiz bitta joyda ishlayveradi. Mana bunaqasiga yurmaydi-da, nasos diagramasi. Bitta qarshilikda masalan o'sha 6 metr beraveradi, lekin 300 litr berish mumkin, ikkita joy ochib. Yana 6 metr beraveradi, 5 ta ochilib qoldi. 5 taligi ham 1,5 kubigacha, masalan 1 kubigacha chiqishi mumkin. Va hokazo, va hokazo. Tushundinglar? 13 xil bo'lsa, 13 xil rejimda ishlayveradi. Shuning uchun частотный nasos tanlayotganingizda ham mana shu anaqaga diagrammasiga belgilab qo'yasiz. Bitta qarshilik bor, o'sha qarshilik постоянный bizda o'sha qarshilik, o'shani yengib o'tishimiz kerak, lekin ob'yomimiz o'zgarib yuraveradi. Shuning uchun agarda sizlarda shunaqa sistema qo'yayotgan bo'lsangiz, sizlarga частотный nasos kerak. Обязательно mana shunaqa mikrometrический balansirovочный klapanli kollektor kerak. Boshqasini qo'ydinglar nima bo'ladi? Xato bo'ladi, yana buzilib ketadi. Bitta ochildi, yopildi, uxladi. Ertaga yana ishlamayapti, men yomon sirkulatsiya mantiqi naborot qizib ketyapti desanglar, ayb o'shandan ko'rasiz. Ha. Chistotni qo'ysak, nasosimiz. Eski birinchi o'zimiz ishlatayotgandan qo'ysa o'zgaradi, o'zgarmaydi. Yo'q, u yoqda chunki o'zi bitta ochilib yopiladi-ku, o'sha ma'noda o'zgarib ketadi-da. Частотный nasos ham siz bitta yopilsa sразу действовать qilmaydi, u sekin перепад давленияni kirdi chiqtisini orasini o'lchab turib, keyin sekin tushishni boshlaydi apparat. Aslida уже boshida 5-10 sekund уже kuchi berib bo'lgan bo'ladi. Uni уже bizda tashadi, sizda razbalansirovka tashadi. O'shaning uchun sizga bu narsa yordam bermaydi. Tushundingizmi? Faraz qildingizmi shu narsani? Shuning uchun tanlayotganingizda har doim biling. Okey, отдельный комнатный qo'yib привод qo'yadigan bo'lsangiz, ma'noni olishimiz shart. Nimaga hammasini bilib oling. Bunaqa решение faqat bizda kollegiyaga rahmat, отдельно, grande rahmat. Boringlarga shukur, injenerlar bo'lishimiz, bizning ishimizni yengillashtirgan ishlar.
Отдельное спасибо просто коллеги за такие классные решения. A? Xitoyga yetgancha mashina olib borib berishibdi. Xitoyga men listikada bo'ldimda bittasi bilan gaplashdim. Xitoyda yetibdiki eng zo'r fabrikalardan biri. Bularga endi o'zbekchada aniq qilmayman, o'zcha bo'lib turibman, eshitishmasin. Xitoy olibdi o'ziga, aqlim yetmadi to'g'ri. Men bu narsani ishlab chiqaman. Bunda shunchalik ichida ko'p narsasi bor ekan, mana bu joylarda anaqalari, men aqlim yetmadi, men ishlab chiqa olmayman deb oson narsa olib kelyapti. Bu zo'r fabrikani edi. Shuning uchun Xitoy ham hamma narsani kopyurat qila olmaydi. Kopyurat qilganda ham ishlaydigan qilib kopyurat qilish kerak-da, yoki nozik joylari bor sekretlar. Mana mana bu yerda ko'rsatilgan 1-2 10gacha bo'lgan rejimda necha metr kub KVD litrlarda hammasi ko'rsatilgan. Mana bu yerda diagrammasi bor. Bu narsani hammasini biz sizlarga yuboramiz. Mana bu yerda mana delta B rasxodlarning farqi, abiyoda rasxod. Qaysi anaqada qarshilikda qanaqa rasxod berishlari hammasi uje laboratoriyada o'tgan. Sizlar faqat o'zingizlarning hisob-kitobinglarni qilib, radiatoringlarga, teplopo'g'inglarni kvadratiga qarab turib, qancha litrni belgilab, shundoq burab qo'yasizlar bo'ldi. Bunga boshingdan ham qotirmasa bo'ladi. Masalan, 2 litr kerakmi? 2 litr meni tumanga yetadi. Shunisini chiqarib olsanglar hisob-kitobinglar bo'ladi. Bo'larkan yo'qmi? Maşallah. Keyin menga chistotning nasoslar nimasi yoqadi, nimani ko'rsatadi yana? Bilolarda ayniqsa stratus kim ishlatgan? Kubaturasini. Maşallah. Kubaturasini. To'g'ri, kubaturasini ko'rsatadi. Sizda bitta yoqqaningizda tonni ochuv yoqqanda sizda kubatura bor. Endi o'sha kubaturani 10 ta bo'lsa, 10 tasiga taqsimlashimiz kerak o'z umrini qisqaligida. Chistotning yana plyus tarafi sizlarning ishinglarni ham yengillashtiradi. O'sha hisob-kitobni ko'rsatib qo'yadi. Kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq, lekin hammasini oxirida qo'shganingizda o'sha kubaturaga terib keladigan litraj chiqadi. Masalan, aytaylik 2 kubak qachati qilyapti. 60 minutga bo'lsangiz 33 litr minutiga bo'lyapti. 10 tali bor. O'rtacha 3 litrdan ketyapti. Lekin sizga kimgadir 2 berasiz, kimgadir 3 berasiz, kimgadir 5 berasiz. Shunaqa qilib taqsimlab chiqib, hammasiga bir xilda keraklicha taqsimlab yetkazib qo'yib chiqsanglar, bu ishlar oson. Bitta qo'ydinglar, unutib oldik. Maqsad sizlarning ishlarni yengillashtirish, sizlarning hisob-kitobinglarni osonlashtirish va sistema отопленияni sizlar ham xuddi bitta rassomga o'xshab o'zinglarni bitta anaqalarni yaratyapsizlar. O'sha paytda ideal qilib yaratib bersanglar, uy egasi ham mazza qilib ishlatadi, ekonomik ishlaydi va uzoq umrga yetib beradi. Summasi oke hech qachon arzon bo'lmaydi. Sifat, innovatsiya har doim tagida katta xarajat yotadi. Bu narsani ishlab chiqquncha, bilasizmi qancha odam bosh qotirgan, qancha laboratoriya ishlagan, qancha xarajatlar bo'lgan. Ularning ham oilasi bor, oilalar